Maktabda dars tugadi. Oxirgi soatda o'quvchilar o'tirishibdi, talabalar emas, maktab o'quvchilari o'tirishibdi. Hamma o'quvchi qo'ng'iroq chalishini kutyapti-da, kitoblarni ustozga bildirmasdan sumkaga solyapti. Ruchkalarni ustozlarga bildirmasdan sumkaga solib shay turishibdi. Hozir qo'ng'iroq chaladi, chiqib ketadi. Lekin shu o'quvchilarning ichida bitta o'quvchi shoshilmayapti. Shoshilmayapti. Ohistalik bilan o'tiribdi. Qo'ng'iroq chalindi. Hamma chiqishdi, yugurdi eshikka qarab. U o'quvchi narsalarni ohistalik bilan sumkasiga soldi-da, so'nggi o'quvchi chiqib ketishini kutdi. So'nggi o'quvchi ham chiqib ketganidan keyin yolg'iz o'zi qoldi-da, ustozini oldiga bordi. Ustoz dedi. Han Ali deb ustozlari xitob qildilar. Sinfdoshim, meni orqamda o'tiradigan Ahmadni oilaviy sharoiti og'ir. U meni qo'shnim bo'ladi dedi. Xo'p, shu og'irligidan u Ahmad maktabga kelayotgan vaqtda onasi uni sumkasiga non ham solib qo'ymayapti dedi. Noni ham yo'q Ahmadning dedi. Xo'p, shunda cho'ntagiga pulni oldida, "Mana bu pullarni siz oling, shuni Ahmadga bering" dedi. Ahmadga bering. Bu yerda har bir kunga bitta teshik kulchani puli bor. Shu bitta teshik kulchaga yetadigan, har kunga yetadigan pul bor. Buni men bersam Ahmad menga jahl qiladi. Ahmad mendan xafa bo'ladi, Ahmad mendan uyaladi. Shuni siz bersangiz uyalmaydi. Shu pulni berasizmi dedi. Ustoz hayron qoldi. Ustoz hayron qoldi. Ey Ali, chunki Alining hayotidan ham ustoz xabardor edi-da. Sani o'zingning hayoting ham Ahmadning hayotidan juda ham ko'p farqli emas, bir deyarli bir xil yashasalaringiz kerak sharoit jihatdan deganda Ali aytdiki, to'g'ri ustoz dedi. Meni dadam mardikor dedi. Mardikor bozorga chiqib ishlaydi. Bir kun ish bo'lsa, bir kun bo'lmaydi. Bir kun ish bo'lsa, bir kun bo'lmaydi. Men dadamga qarab qo'ygan joyim yo'q dedi. Men o'zim ishlayman dedi. Bu pulni o'zim topganman dedi. Deganda ustoz hayron qoldi. Qayerdan topding buni? Men teshik kulcha sotaman dedi. Men shu teshik kulchani sotaman, shu teshik kulchadan orttirgan pulimni men olib keldim bu yerga dedi. Deganda ustoz hayron qoldi. Subhanalloh. Sabab nima seni bunga undadi? Ey Ali dedi. Deganda ustozga qarab turdi, keyin ustoz yana gap qo'shdi. Balki ey Ali yaxshi o'qib, chiroyli o'qib, katta odam bo'lib, balki boy bo'lganingdan keyin shu ishlarni qilasan. Hozir erta emasmi senga dedi. Dedi Ali aytdi, "Yo'q" dedi. Meni bu ishni qilishimga 3 ta narsa undagan ustoz dedi. 3 ta narsa sababli men bu ishni qilaman dedi. Ustoz hayron qoldi. Nima dedi? Ustoz, meni qo'limda topib turgan pul baribir meniki emas, bu Allohniki. Topib turgan pulim baribir meniki emas, bu Allohniki. Shuni Allohga bersam dedi. Allohga bersam, Alloh taolo meni bu qilgan ehsonimni qabul qilsa, meni yaxshi ko'radi dedi. Meni yaxshi ko'rsa dedi, odamlarga meni yuzimni yaxshi ko'rsatib qo'yadi-da, meni savdoim rivojlanadi, odamlar mendan ko'proq kulcha sotib olishadi dedi. Musulmon tasavvuri shunday bo'ladi. Men Allohga yaxshi ko'rinaman. Alloh meni yaxshi ko'rib qolsa, meni yuzimni hammaga yaxshi ko'rsatadi. Meni hamma yaxshi ko'rsa, meni savdoim yaxshi bo'ladi. Odamlar kunlab topadigan narsasini men kerak bo'lsa, soatlarda topib qo'yishim mumkin. Men shuni xohlayman ustoz dedi. Ikkinchi sabab dedi. Nihol dedi. Nihol. Yoshligida turib bir narsaga yo'naltirsa, bir tarafga yo'naltirsa, o'sha tarafga qarab o'sib boradi. Men ham hozirdan o'zimni shu narsaga tayyorlab borsam, ertaga katta bo'lganimda shu narsada qiynalmayman dedi. Yaxshilik qilishlikda men qiynalmayman dedi. Va uchinchisi dedi, modomiki men katta bo'lib, boy bo'lib, mana shunaqangi ehson qilishlikni orzu, maqsad, niyat qildimmi, hozirdan o'zimni tayyorlashligim kerak dedi. Hozirdan men shunga tayyor bo'lib borsam, Alloh taolo meni shu maqomga, shu mansabga lozim ko'radi. Men shu narsaga avvalo shaxsiyatimda tayyor bo'lishim kerak dedi. Men shunga o'zimni tayyorlayapman dedi. Degandan keyin ustoz hayron qoldi. Qarshisida turgan o'quvchimi yo muallimmi? Musulmonning bolasi mana bunday bo'ladi, birodar. Musulmonda. U kishi aytdi, "Hali inshaalloh katta bo'larsan, boy ham bo'larsan, hali ko'p ishlar qilib, yaxshiliklar qilib Alloh taoloning roziligiga sazovor bo'larsan" deganda, "Yo'q ustoz" dedi. "Yo'q ustoz" dedi. "Bugun" dedi. "Bugun meni imkoniyatim bitta teshik kulchami? Meni jannatim shu bitta teshik kulchaga teng" dedi. "Meni jannatimning evazi bugun bitta teshik kulchaga baholanadi. Agar Alloh taolo meni jonimni olsa, shu teshik kulcha bilan men jannatga kiraman" dedi. "Men hali ko'p narsani kutganim yo'q" dedi. "Men hali ko'p narsaga oshiq bo'lganim yo'q.
Alloh taolo fattaqulloha mastata'ta. Imkoniyatingiz, istitoatingiz boricha taqvo qilib menga yaqinlashing degan amri bor. Meni bugun imkoniyat, istitoatim bitta teshik kulchami? Meni jannatimning qiymati bitta teshik kulcha bo'ladi ustoz. Mana shu narsani men qilib qolishim kerak. Qo'shnim shundan aziyat chekyapti deb aytdi. Bu musulmonning farzandini dunyo qarashi edi. Jon akalar, ukalar, jon ukajonlar, mahkam bo'ling. O'tiribsiz safimizda. Eshitdingiz shuni, qulog'ingizga kirdimi jon ukajon? Maktablarning birida bir ish bo'ldi. Ya'ni